Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, men sizlarga kameliya gulini yerga o'tkazishda videorolik qilib ko'rsataman degan edim. Mana so'zimdan chiqib azizlarim, sizlarga videorolik qilib ko'rsatyapman. Demak, kameliya gulini yerga o'tkazmoqchimiz. Mana ko'rib turganlaringizdek chuqur kavlanadi. Mana bu esa derevensky ugl, ya'ni yog'ochning kuygani, ya'ni yog'ochning chala kuygani. Demak, biogumus solyapmiz. O'zimizda ham biogumusimiz bor. Shuni solyapmiz azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana kisli torf, mana bu kisli torfni men uzum marketga zakaz qilganman. Undan soldik. Demak, kameliya guli uchun, ya'ni gullar uchun albatta bular kerak. Gullarning o'sishi, rivojlanishi uchun mana perlit ham soldik. Demak, vermikulit, perlitlar soldik. Ana endi gulimni sotib olganimga bir oycha bo'ladi. Mana endi qaychi yordamida asta-sekinlik bilan oldingi idishini olamizda. Mana yechib olamiz oldingi idishidan. Ana asta-sekinlik bilan mana shu ko'rib turganlaringizdek tirpoqlarni buzmay, tomirlarini ko'rsatmasdan uni asta-sekinlik bilan shunday ekamiz o'zining tirpog'i bilan. Agar tomirlarni ochsak qurib qolishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana yana bir bora vermikulit, perlit, biogumus, mana shu kerakli gulga kerakli hamma udobrenyalarni solishimiz shart. Mana yerning yuzidagi tirpoqlarni soldik. Bular kislorod, ya'ni bu tirpoqlar ham gul uchun foydali azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday ekiladi. Mana yana bir bora perlit, vermikulit, keyin mana kisli torflarni solib, atrofidan sepib chiqyapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa gulimiz katta bo'lishini ham sizlarga ko'rsatib boraman azizlarim. Buning qalamchalarini ham tomirlatishga qo'yganman. Uni ham albatta videorolik qilib ko'rsataman. O'zimizda qanday o'sar ekan. Bu birinchi marta biza yerga ekishimiz hamda bu gul oldin bo'lmagan. Endi Alloh xohlasa nasib bo'lsa shu yerda gulimiz o'sib unadi deb o'ylayman. Sizlarning ham unib o'ssin. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday demak, mana gullarimizni ekdik azizlarim. Mana o'zimizni agro tirpoqlardan ham yaxshilab ekib bosib chiqiladi. Havo o'tmasligi kerak. Demak, havo qolsa gulimiz chirishi mumkin tomiri. Mana oyoq yordamida mana shunday bosib chiqiladi. Ana endi bir satil, ya'ni bir paqir suv solinadi azizlarim. Azizlarim, mana shunday ekiladi. G'oyibona ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar. Videom oxirlashyapti azizlarim.